Qalaysan? Yaxshi, o'zing qalaysan? To'dalanib kelaylik, yevoraman. Hozir. Alisa, stop. Men anchadan beri kechqurun efir ochmayaptim, endi ochyapman. Cho'milib chiqdingizmi? Makiyajsizman xolos. Har doim cho'milganman asalim. Men hozir cho'mildim. Cho'milib kirdim, top 2ga chiqib oldim jala. Endi efirdan chiqib ham cho'milaman. Efirga kirishdan oldin ham cho'milaman. Ko'chaga chiqishda ham cho'milaman. Har doim cho'milib yuraman. To'g'ri qilasan buni tishga. Ikki pobeda, tayyormisan? Nechta? Ikkita. Ikkita kam u. Ya endi meni hozirgi nimam sostiyanim ikkitaga. Mana. 3-4 ta 5 taga qiyin. Kamolov rahmat. 3 ta. 3 ta. Nima? Ikkitaga yaraysanmi? Faqat ikkitaga yaraysanmi sen? Ya men lipochasiga yaraveraman, siz yarasangiz. Tamam, bizda kim bor? Men kechqurun efir ochganman, bilmayman kim kiradi. Buni odamim kelsa, chipepista. Men hayron qolaman-da, qaranglar. Nimaga qizlar labini bo'yamasa, boladaqa cho'tki turmaydi? Sabab? Cho'tki turadi. Men prosta labimga cho'tki. Yo, o'g'il bolalarniki moshina turadi-ku, to'g'rimi bekaga? Mana bundoq o'zinglarga bundoq ertalab turib bitta betni yutirib, bundoq oyna o'bilajalab, chiroyli bo'lib popman deb chiqib, nima bular? Bir nimadir sutamasa tura olmaydi. Nima edi? Sanlarga shunaqa tuyulsa kerak-da. Chosam. Senga shunaqa tuyuladi. Prosta qizlar o'ziga qarashni yaxshi ko'radi. Mana o'zimga qarashni yaxshi ko'raman. Yuzingni yaqinroq olki, oddiy masala kameraga yaqinroqki. Sen unda effektini olib tashla-da. Effekt yo'q, ko'cha. Qaydan effekt bo'ladi? Yaqin olib kel yuzingni. Unda ko'rsat. Ko'rsam, seni yuzingni tiniqligi bilan meni yuzimning tiniqligini farqi bor. O'ziga qarab yuradigan odam baribir boshqacha ko'rsan farqini. Ya endi men qiz bola bilan tenglashmayman. Nima deyapsan sen? Jinchalar hozir. Nima, erkak kishi o'ziga qarab yursa, qiz bola bilan teng bo'lib qolgan bo'ladimi? Yo, masalan men mana hozir men xalqqa murojaat qilaman. Bir oydan beri videolarimni ko'ringlar-da, bugungi sostoyanimni ko'ringlar. Demak, bir oydan keyin cho'milgan bo'lamanmi? Juda xunilashib ketdim-da, bitta cho'mildim, bitta o'zimga qaradim, juda normalniy bo'lib qoldi. Bilyapti, lekin bola ham cho'milsa bilinadi bittada. Sochini oldirsa. Bizada kim bor o'rtoqlar, birinchi raund. Hozir voy, meni bu sostoyanimni yuta olmaysan, to'g'risi gap. Liboyki. Sen o'zingga qarasang, biz o'zimiz Haqiqatan itday och qolibman, ey. Itday och qolibman jala. O'zimni boshqara olmay qo'yapman bolalar. O'zimni toza hezalak deydi. Ha, endi aka iloji yo'q, legenda to'g'ri. Enang nomi hezalak, legenda degan nomingga qo'yam yiban. To'taq. Desam xafa bo'lasan aka. O'shancha ko'tingni qiz yarim kechasi xotining somsasini silab uxlagan. Nima qilasan meni mazgimni qotirib? Degan joyini qo'shib qo'ysa yoza olmaydi-da bolalar. Niginaxon? Men hozir efir ochdim. Menga unaqa Niginaxon, Piginaxon qilmagan. Sen 2 soatdan beri efirdasan. Haqiqatan arablargacha xo'rlab yubordim. Endi qarang. Siz 3 marta so'radingiz. 3 martasida ham sizni xo'rlaymiz. 40 ta anjumani qilishdan o'ynaysanmi? Sen anjumani qila olmaysan. Anjumani qilsang, olding masaj bo'lib ketadi. Shotda ayting. Shotda ayting. Marvar tog'a 5x berdi. Bruno. Sen cho'milmay chiqibsan-da, cho'milishing kerak edi. Sen cho'milmagansan. Nima ko'p gapirmas endi.
Sen cho'milmagansan, nima haqqing bor sening efirga cho'milmasdan bunaqa deb chiqishga? Sen oyda bir cho'milsang, men har kun turishimga cho'milaman. Zato men bir yilda bir marta cho'milsam ham toza bo'lib chiqaman bolalarning oldiga. Nimaga sen cho'milmay chiqding? Cho'miltirib qo'yasanmi? Mani efirimdagi bolalar endi kiryapti. Bularning kirishiga cho'milib kirdim. Nima boshqa payt meni efirimda yo'q bu bolalar. Bilaman, boshqa payt kippa bo'lib o'tirishingni. Bilasanmi? Bular cho'milganimni bilib turib kirdi hozir. Jala hammamiz endi bitdi-da, tog'alar tog'arada. Bizda hech kim yo'qmi o'rtoqlar? Shu Muzika qo'ying deydi. Qanaqasidan qo'yay aka? Shildir qo'yaymi aka? Bosing. Bolalar. O'zbekcha qo'y deyapsizlar, qaranglar-da. Bu TikTok mirovoy urvindagi joy. Mirovoy. Mana men sizlarga aytadigan bo'lsam, muxlisi bor, chiroyi bor, zritili bor. Muxlis aytding-ku ko't, zritil. Kontentlari yeb turgan, ingliz tilini menga o'xshab biladigan IELTS 9 bo'lsa, dunyo darajasidagi muzikalarni eshitib, dunyo miqyosi bilan o'ynagan yaxshi. Moningga o'xshagan so'lib qolgan cho'mbirlar bilan o'tirgandan ko'ra, to'g'rimi jo'ra? Men ko'ryapsizlarmi? Odobnoma haqida dars o'tsa menga fakku qiladi bu qiz. Pashol naxoy orqasidan. Ananib ketdi. O'zbeklarni bir erkalab gapirishi bu, videochilarni. Pashol naxoy, maza qildim. Erkalaganday bo'lding meni, jo'ra. Ali jonim, asalim deydi-yu, o'shanga o'xshab eshitildi qulog'imga. So'kishi eng haligi erkalab aytiladigan turdi. Oy, bizda hech kim yo'qmi? Bila, endi efir ochgan edim. Yapon tog'a, Anju, my friend, welcome back home family. Anju, anahasyo, nima edi? Kamsaminda. Ari yaponcha salom nima bo'ladi niki? Konnichiwa. Konnichiwa. Kamsaminda. Konnichiwa. Shunaqa bo'ladi? Konnichiwa bo'ladi. Konnichiwa. Level katta ekanda. Salom berib qo'yay. O'rganay. Muzika qo'y deydi. 12 sekund qoldi. Aka, hozir muzika qo'ysam ting deydi, battle tugaydi. Opa bilan xayrlashaylik. Ertaga men revanshga chaqir. Yo, soat 9da ochsang, 9da o'ynaymiz. Davay, 9da revansh. Yaxshi dam ol, jo'ra, o'zingni ehtiyot qil. Tamam. Hop, davay. Ko'rdinglarmi? Dunyo bilan o'ynadik, qanaqa maza qilib kulib o'ynadik. Buni qaranglar, o'tirib olgan. Niginaha unaqami desa fakku. Manaqami desa din naxoy. Manaqami desa enang nomi. Manaqami desa momang nomi. Nimami lug'atimizmi bu, tushunmayman. Ashi bir-biriga solishtiringlar deb qo'ydim-da, yana menga o'zbeklarni ula deb mazgimni itarmaylar. Bo'ldi, mana shu oxirgi ulashim. O'shanaqa qilib meni mazgimni itarmaylar bolalar. Asabimga tegib. Tima ko'tdi, birga bir solaylik. Nima turinglar? Multik deydi. Aziz quloqingni ochgin. Multigingga ham qo'tag'im, o'zingga ham qo'tag'im. Yashagan umringga sizga jarab. Multikka omini yalab o'tib ketasan sen ko't. Tanimayman men unaqa omlarni. Siktir betdan. Bo'ldi. To'g'ri. Bular bor, sog'mas bular. Sog'mas bu ko'tlar. Sog' bo'lsa shunaqa gapirmaydi. Kecha chizig'i ko'rinyapti, bugun pastroq etigimda ochib qo'yasiz kiliga. Mana kiymay qo'y. Yo, tushib ketyapti, ko'tarmayapti bekor. Men hayron qolaman-da. Yo, eshitib turing-da, mana hayron qolaman. Masalan, men o'zim qizlarga qaramaydigan bo'laman-da, o'zasida. Lekin ashay qaratadi, nimagadir men o'zim tushunmayman. Nimaga u men qaramayman o'zi qizlar, lekin ko'zim tushib qoldi, deyman-da, nimaga? Siz nima archilgan tuxum bo'lib qolibsiz?
Soqolimni oldimda. Va Chiroyli. qarib ketdim. Yaxshi, yaxshi. Qarangda, karis bolalar. Voy, o. Yomon Voy, qo'lga tushib qoldim. Yomon Ilyos aka 100 marta aytganman, shu effektni olib tashlab o'tiring, jon aka, ha? Meni orqamdan yurganlar juda ko'p. Bugun undan ko'ra shunday turganim yaxshi uka. Ha, ama yarashibdi effekt sizga. Boshqacha yarashibdi. Rahmat uka. Men ham qo'ysam bo'ladimi? Qanaqa turar ekan menga? Ya sizga qo'ymayman, siz qo'ymang uka. Yo, yarashmaydi uka. Jon sağ olun. Ilyos aka, yaxshimisiz? Siz kayfmisiz? Kayf qilyapsizlarmi? Nega kayf qilyapsizlarmi? Voy. Hozir nima qilamiz? Nima qilaylik, o'ynaylikmi? 2-2 bittasini torting. Siz Bekxondan bo'lamiz. Anaqa. Bir qo'l o'ynaymiz. Daddo, oyijon, qayga boramiz desam? Yo, 2ga 1 uramizmi? 2 uramizmi? Kim bor bizda? Biznikilar oladi. Manda yo'q hech kim. Dadajon. Marihuana. Oyijon. Aka bering. Effekt oling uka. O'zingiz yarashasiz uka, chiroyli bo'lasiz uka. Nima qilamiz? Sen 2ga 1 men bitta o'zim bo'laman. Voy, men yutib qo'yaman uka. Ya, aka, xato qilasiz. Yutolmaysiz. Yutaman. Bosingchi. Ya. Aka yutolmaysiz. Prosta mani kayfiychani menga qo'shib bersangiz yutqizishim mumkin. Nimaga? Urmaydi-da bunga qarshi. Nimaga? Moninga qarshi uradi. Bosing bo'pti. Oldim. Qani o'g'lar. Endi Ilyos akam qattiq endi. Ilyos aka toshbaqa uchadi desa uchadi. Kim bor? Birlashamiz. Bola like. Amerikan do'stlar, like. Kayflicha muzikani qo'ymaysizmi bir, o'ynamaysizmi bir? Like bosinglar hatya bu. Aytdim-ku, mingtalikka chiqib olaylik hatya bu. Birinchi udarni biz berishimiz kerak doim. Birinchi udar. Kalta yesak ham birinchi udarni biz berishimiz kerak. Like bola, like. Like. Ona opa ketdi seksga. Like. Opa ketdi. Rahmat do'stim, rahmat ukam. Bola ket. Like поделись, like. Assalomu alaykum. Ukam, men birinchi marta bat qilmayapsiz. Menga tushib ko'rinmayapti. Rahmat. Bu Kayfisha opa 24 soat efirdalar. Mashinada shunday turarlarda uyqulantirib yana efirga kiradi. Shunday effektni bitta qo'yadi-da. Unday o'tiradi-da. Said Noman aka, assalomu alaykum. Ketga 6 ta gul bolalar, ketga 6 ta gul. 6 ta gul. 6 ta gul. 6 ta gul bola, 6 ta gul. To'rtta gul yana. 5 ta. Va 4 ta gul yana. 5 ta. Dildoram. 4 ta. 4 ta bola, 4 ta gul. 4 ta gul. Shokir aka rahmat. Gulimiz yo'q, 3 ta gul. 2 ta gul, 2 ta. 2 shalohda. Bilat. O'rtiga. Addushli. Men hammaga patlikcha qilaman shekilli, gul so'rab. 2x. Kimda bor desh? Ukam, sizda ukam. Menga ham urar ekan, ukam.
Menga ham tizza qilib yozgan ekan, joningiz sog' bo'lsin. 2xga qo'shilamiz. Voy bilib. X. Ya, bala. Nima bo'lib ketdi? Nima bo'lib ketdi? Oh, bular. Voy bular. Nima bo'lib ketdi? Oh, do'stim, rahmat, joningiz sog' bo'lsin, do'stim. Biz ham kuchli ekanmiz, uka. На желание губы. O 22 ukam. Tabrik 22. Kapish opa. Aytdim-ku, mana somsa bilan o'ynadim, ko'ti chiqadi hamma yo'q dedim. Esh tashlik, pashol naqsi bilan dalg'ayor. Tushundingmi? Nima bo'ldi ekan? Dil aka biz birimiz bilan batr o'ynashimiz g'alati-da. Men ketdim o'g'il. Mayli ukam, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat o'g'il. Jos akamga yutib olinglar, men yetib o'chiraman bolalar. Abdusi. O'tinglar bir ikki qo'l batl o'ynanglar, ko'rib turing. Davay o'g'il. Ho'p, Mayli davay. ukam, sizlar joningiz. Bolalar, hammaga rahmat. Bek aka, AA tog'a, Bo'ra, Qora Marvart aka, Lola, Sindor aka, Lord aka va uxlamasdan meni poddiska qilgan hammaga rahmat. Xudo xolasa 3 soat yo 4 soatda efir ochaman. Zaryatim tugab qolyapti. Bo'lmasa shou qilardik. Sizlarni yaxshi ko'raman. Bitta duo qilay. Ilohim amin akalar. Alloh topganinglarga baraka bersin. Sizlar birri beryapsizlar, Alloh sizlarga mingga bersin. Topganinglar dollar bo'lsin, so'yganinglar qo'y bo'lsin, yeganinglar osh bo'lsin. Bevaqt o'limdan Alloh o'zi asrasin. Farzandinglarning baxtiga sizlarning baxtinglarga farzandinglarning umri uzoq bo'lsin. Doimo shunaqa uzoq umr, baxtli hayot kechiringlar. Shu jumladan Po'lat akaga kim ehson qilgan bo'lsa yillar davomida jannatlardan anaqasini ato qilsin, ajrini ato qilsin. Po'lat akani ham joyi jannatda bo'lsin, oxirati obod bo'lsin. Farzandlariga bersin qolgan umrini. Umringlar uzoq bo'lsin. Amin. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, rahmat bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Davay, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat. Bolalar deganimga yana nima qilmayli, o'pshi aytdim. Qizlar, bolalar sizlarni yaxshi ko'raman deb yana bolalar bo'lib ketdi. Hozir yana hamma qiladi. Qizlar sizlarni yaxshi ko'raman. Endi yaxshi ko'raman deydi-ku, dada yaxshi ko'raman, oy yaxshi ko'raman. Bir pas tomon ko'tlar hozir anaqa chiqarib yuboradi-da, biladi. Anaga bema'ni fikr.